Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Bu qatimliq haftalik istiqlol xabarlari programmamizga kelganinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Sharq Turkistonda ro'za tutishni cheklash avjiga chiqmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston mujohid o'g'lonlarining qonliq voqealarini chiqarganligini bahona qilib, Uyg'urlarning ro'za tutishiga cheklama qo'yishda chekidan oshirmoqda. Xitoy tajovuzchilari nazaridagi atalmish radikal guruhlarning amaliyoti Sharq Turkistonning qahramon mujohid o'g'lonlarining Xitoyga qarshi qonliq voqealarini chiqarib, ajallik zarba berishidan cho'chib ketgan Xitoy doiralari Uyg'urlarning ro'za tutishiga cheklama qo'yishda qattiq turmoqda. Beijing doiralari Uyg'urlarning ro'za tutmasligi uchun Ramazon oyining kirishidan burunla davlat kadrlari o'qituvchi va o'quvchilarning ro'za tutishini qat'iy cheklaydigan uqtirishlarni orqa-orqadan tushirib, uning amillashishi uchun turli tadbirlarni qo'llangan edi. Xitoy doiralari Ramazonning kirishi bilan ro'za tutishni cheklash haqidagi uqtirishni barliq idora jamiyatlar va maktablarga, shundaqla ommaga ochiq yerlarga chaplash bilan birga, hatto ularning ro'za tutgan tutmaganligini bilish uchun kunduz soatlarda bekorliq tomoq tarqitish va u tomoqni yemaganligini kuzatish elib bormoqda. Sharq Turkistondagi bir maktabga chaplangan uqtirishda o'qituvchilarning hech biri diniy faoliyatlarga qatnashishga va o'quvchilarning qaytilishi uchun tashviq qilishi qat'iy cheklandi deb yozilgan. Kommunist Xitoy din va ma'arifning butunlay bir-biridan ayrim bo'lish prinsipida ching turadiganligini bildirgani bilan bu siyosatni Budda dini, Xristian dini va boshqa allaqandoq dinlarga murid bo'lgan Xitoy millatiga ijro qilmaydi yoki ijro qilgan ko'rinishda bo'lib oladi. Sharq Turkistonning Bo'rtala shahridagi bir masjidga hatto o'qituvchilar va o'quvchilarning kirishining oldini olish uchun masjidning oldida navbatchi turg'izgan. Sharq Turkistondagi bir universitetning xabar va uchur tarqatish markazi kommunist partiya rahbarlarining kishilarning ro'za tutishini qandoq qilganda haqiqiy turda to'sib qilish tadbirlari haqida maxsus yig'in ochganligi haqida xabar bergan. Xitoy Uyg'urlarni bo'lgunchilar va terrorchilar deb ayiblash bilan ularning diniy erkinligi va insoncha yashash haq-huquqlariga tajovuz qilgan sari qarshilik harakatlari texmi yuksak pallaga chiqmoqda. Yana bir tarafdan Xitoy doiralarining bu axloqsiz cheklamasi xalqarodagi nurg'un nufuzli axborotlarda e'lon qilinib ayiblandi. Dunyoga dangliq Al Jazeera kanalidan tortib, Turkiyadagi nurg'un gazet va xabar kanallari bas-basi xabar tarqatib, Xitoyning bu yo'lsizligini ayibladi va noroziliklarini ifodaladi. Chet ellardagi inson haqlari tashkilotlari bo'lsa, Uyg'urlar ustidan haddidan ortiq eshib berayotgan diniy va madaniy jihatdagi besimlar Uyg'urlarni ashunda qonliq qarishlik bildirishga majbur qilyotidi deb qaramoqda. Xalqaro kuzatuvchilar va chet ellik muxbirlarning ahvol egallashi uchun Sharq Turkistonda mustaqil xizmat elib berish talablariga bo'lsa, jinoyatchi Xitoy doiralari Abdi Bashirisining texmi oshkorlanib ketishidan qo'rqib, qat'iy ruxsat qilmayotidi. Turkiya Yoshlar klubi tashkilotining yozma dokladida Ramazon oyining qarindoshlarining dardi bilan dardlanadigan oy ekanligini asıltib, islom dunyosini Sharq Turkistonda Xitoy doiralari elib berayotgan besim va inson haqlari dafsandichiligiga qarshi Xitoyga qarata embargo yurgizishga chaqiriq qildi. Bayonotda yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Birligi, Islom ishbirligi tashkiloti qatorliq xalqaro tashkilotlarining Sharq Turkiston masalasi haqidagi sukutini buzishi kerakligi talab qilindi. Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati mas'ullari Küçükçekmece shahar boshlig'i bilan ko'rishdi. Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati mas'ullari Küçükçekmece shahar boshlig'ini ishxonasida ziyorat qildi. Ma'arif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxonning boshchiligida jamiyat idora hay'ati rahbarligidan 3 kishilik hay'at Küçükçekmece shahar boshlig'i Tamal Qaridengiz apandini ishxonasida ziyorat qildi. Küçükçekmece shahar boshlig'i Tamal Qaridengiz apandi Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati hay'atini ishxonasida qizg'in kutib oldi. Bu ziyoratning maqsadi Küçükçekmece shahar boshlig'i Tamal Qaridengiz apandining yangidan rais bo'lib saylanganligini tabriklash, Sharq Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyatining xizmat faoliyatlarini tonishtirish va Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat to'g'risida ma'lumot berish. Bu orqali munosabatni kuchaytirib, Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lish va qo'llashiga erishish maqsad qilingan bo'lib, Hidoyatullo O'g'izxon oldi bilan Tamal Qaridengiz apandining Küçükçekmece shahar raisi bo'lib saylanganligini tabrikladi va xizmatlarda utuq qozinishiga tilakdoshlik bildirdi.
Hidoyatullo O'g'izxon Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatining elib berayotgan xizmat faoliyatlari to'g'risida ma'lumot berish bilan birga Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati, Uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan qiyinchiliklar to'g'risida ma'lumot berdi. Hidoyatullo O'g'izxon yana Istanbuldagi Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida ma'lumot berdi va Istanbulga yangidan kelgan Uyg'urlarning bir yerga o'rinlashishi, salomatlik va kundalik turmushda duch kelayotgan qiyinchiliklarni hal qilishda hamkorlashishni talab qildi. Tamal Qaradengiz apandi o'zining Sharq Turkiston masalasini chin ko'nglidan qo'llaydiganligini, sharoit va imkoniyatlarga qarab qo'lidan kelishicha hamkorlashadiganligini bildirdi. Oxirida Kichikchakmaja shahar boshlig'i Tamal Qaradengiz apandi Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatidan ziyorat kelgan hay'at bilan xotir rasmga tushdi. Qatnash soqchilari Xitoyning navbatdagi besim siyosatidan foydalanib Uyg'ur shoferlarni bo'zaq qilmoqda. İşğalçı Xitay dairələrinin Uyğur milli müstəqillik görüşüge qarşı icra qılıbatqan bir yıllık qattiq zərb beriş siyaseti asıda Uyğur şoförlərinin kişilik huquqi qatnaş saqçıları tərəfindən ağır dəfsəndə qılınmaqda. İşğalçı Xitay dairələrinin qatnaş saqçıları Uyğur şoförlərini saqçı maşinasının işki yanında tizlinib duruşqa məcburlagan. Bu haqda Facebook tarqalgan bir uçurda növbətdə Xitay qatnaş saqçılarının Sharq Turkistonning Korli shahrida mökünib turib, yo'l remonut qilayotgan qiyofatda turgan mashinalarga maxfiy kamera o'rnatganligi, Uyg'ur shoferlarining yo'l yurayotgan vaqtini maxfiy suratga tortib olib, oldida yo'l to'sib turgan qatnash soqchilariga ma'lum qilish orqali Uyg'ur shoferlarga ovorchilik elib kelayotganligi, mashina rasmiyatlari to'liq bo'lsa-mu, qalaymaqan chatoq chiqarib, xohlagancha jarimani elayotganligi va Uyg'ur shoferlarining shoferlik kinishkisini tortib olib, atkaz qilib etman deb qo'rqitayotganligi. Shundaqla ularni yukinib yalvurishga majburlayotganligi ilgari surilgan. O'tganda qatnash qoidasiga xilof motosiklet haydagan bir ko'chman ayol Xitoy charlash qatnash soqchisining gelini siqib, yuzini tatilab qonitib o'tgan edi. Ammo Uyg'ur shoferlarining qatnash rasmiyatlari to'liq turibmi, qatnash soqchilar tomonidan qasdan ovorchilikka uchrashi va eng aqalli kishilik huquqining og'ir haqoratga duchor bo'lishi bir tarafdan ishg'olchi Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qarshi irqchilik siyosatini kuchaytirayotganligini ko'rsatsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistonda izchil yuz berib kelayotgan va oxirgi mezgillarda texmi kuchayishga boshlagan Uyg'ur Xitoy to'qinishining bosh javobgarining yanada ishg'olchi Xitoy kommunistlari ekanligini isbotlab bermoqda. Sharq Turkistonda o'ldirilgan musulmonlar uchun g'aybiy jinoza namozi o'qildi. Türkiye'nin Tekirdağ nahiyəsinin Malkara rayonunda 27 iyun cuma günü cuma namazından keyin Sharq Turkistonda o'ldirilgan musulmon qarindoshlar uchun jinoza namozi o'qildi. Türkiye'nin Tekirdağ nahiyəsinin Malkara rayonunda 27 iyun cuma günü cuma namazından keyin Sharq Turkistonda o'ldirilgan musulmon qarindoshlar uchun jinoza namozi o'qildi. Sulaymon Pasha masjidining imomi va xatibi Muhammad Ahmad Alpak tarafidan o'qilgan g'aybiy jinoza namozidan keyin masjidga namozga kelgan jamoat butun dunyoda eqiyotgan musulmon qinining va Sharq Turkistonda eqiyotgan qonlarning to'xtalishi uchun duo qildi. Malkara rayonlik diniy ishlar muftisi Ali Gulbag'chi bu vaqt to'xtalib, Sharq Turkistonda musulmon bo'lganligi uchun o'ldirilgan musulmon qarindoshlarimiz uchun hammamiz birlikda g'aybiy jinoza namozi o'qigandan keyin oqqan qonlarning bir oz bo'lsa-mu burunroq to'xtashi uchun birlikda duo qildik dedi. Xitoy bilan Hindiston orasida temir yo'l jadidi. Xitoy Sharq Turkiston bilan Pokiston orasida yasashni planlagan temir yo'l planining Kashmir rayonidan o'tadigan qilib loyihalanishi Hindistonning qattiq rad qilishiga duchor bo'ldi. Xitoy Pokiston bilan Sharq Turkistonni temir yo'l bilan bir-biriga bog'laydigan yangi plan loyihasi qurdi. Ozod Jammu va Kashmirda boshlanadigan temir yo'lni Pokistonning Port shahri Karachi va poytaxti Islomoboddan o'tkazib, Sharq Turkistonning Qashqar shahriga yetkazmoqchi. Umumiy uzunligi 1800 kilometr bo'lishi planlangan temir yo'l planiga Hindiston qarshi chiqmoqda. Kashmirni uzun yillardan beri ishg'oliyatida tutgan Hindiston Xitoyning bu temir yo'lni Kashmirdan o'tkazmoqchi bo'lganligiga qarata qarshi chiqmoqda. Bu temir yo'lning boshlang'ich nuqtasi bo'lgan Gadar vokzalining ishiltish haqqi Xitoy shirkatlarining qo'lida bo'lib, Karachi, Kashmir va Islomobodni kechib o'tadigan temir yo'l Sharq Turkistonning Qashqar shahrida oxirlashadi ekan. Xitoy taraf bo'lsa bu planning vujudga chiqishi uchun intayin ko'p mablag' selib bo'lganligini bildirdi. Amdilikda navoda bu plan amillashtirishga o'tsa, Hindistonning qandoq amaliy qarshilik harakatida bo'lganligi kuzatuvchilarning diqqat qilayotgan masalalardan biri bo'lib qoldi. Makitda 2 soqchi o'ldirildi.
Qahramon yigit Qaysar Qurban Makitda 2 saqchini pichoq tiqib o'ldirdi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Makitning Qumqusar yezida 14-iyun kuni voqea yuz bergan. Voqeada gumondor Qaysar Qurban 2 nafar saqchini pichoqlab o'ldirgan. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Makit noyalik chexiya idorasi 23 yoshli Qaysar Qurbanni 14-iyun kuni so'roqqa tortib, atalmish zo'ravonlik asboblarini yasaganligiga va saqlaganligiga iqror bo'lishga majburlagan. Shu kuni kech soat 11:30 atrofida uyiga yolab elib kelingan. Xabarda yana so'roq jarayonida Qaysar Qurban pash qilgan asboblarni o'zlari oqtirib tepish va yig'ishga jur'at qila olmagan saqchilarning Qaysar Qurbanning qo'lidagi ko'yizni chiqarganligi va pash qilingan hujum asboblarini Qaysar Qurbanning o'ziga toptirib to'platqizganligi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Qaysar Qurbanni yolab elib kelgan saqchilar 8 nafar bo'lib, 2 nafari Uyg'ur, 6 nafari Xitoy ekan. 2 nafar Uyg'ur saqchi Qaysar Qurbanning yendi vazifa ijro qilgan. 6 nafar Xitoy saqchi Hoyla va darvoza oldida nazorat turgan. Saqchilar Qaysar Qurbanni to'plangan hujum asboblari va buyumlari oldida rasm tortmoqchi bo'lganda, u yondagi 50 sm uzunlikdagi shamsharni elib, yendagi 2 nafar saqchiga hujum qilgan. Bu vaqtda Hoylit nazorat turgan Xitoy saqchilar Qaysar Qurban qartib o'q chiqargan. Natijada Qaysar Qurban ishg'olchilarga bosh agmay, azimatlarcha naq maydonda shahidlik martabasiga erishgan. Qaysar Qurbanning hujumiga uchirgan 2 nafar saqchining biri naq maydonda, yana biri doktorxonaga elib ketilayotganda o'z millatiga qarshi ishg'olchi Xitoy kommunistlariga g'alchilik qilish yo'lida o'lgan. Qumqusar vaqasi Xitoy saqchilarining vazifa ijro qilish davomida Uyg'ur saqchilarini o'zlariga qalqon sifatida foydalanayotganligini yana bir qatim oshkorildi. Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining Türkiye Cumhur Raisi nomzodi Erdo'g'an. Türkiye hakimiyetidagi Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi Türkiye Cumhur Raislik nomzodiga Türkiye'nin navbatdagi bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an ekanligini e'lon qildi. Türkiye hakimiyetidagi Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi Türkiye Cumhur Raislik nomzodining Türkiye'nin navbatdagi bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'an ekanligini e'lon qildi. Adalet ve Taraqqiyot Partiyasi Türkiye Cumhur Raisi nomzodini e'lon qilish uchun o'rinlashtirgan yig'in poytaxt Anqarada ochildi. Yig'inga 5000 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining Türkiye Cumhur Raisi nomzodini jakarlagan Mehmet Ali Şahin, Adalet ve Taraqqiyot Partiyasiga mansub bütün vakillarining birdek imzolashi bilan Türkiye Bosh ministri Recep Tayyip Erdo'g'anning Türkiye Cumhur Raisligiga nomzodiga ko'rsatilganligini uqtirdi. Bosh ministr Erdo'g'anning Cumhur Raislik nomzodi ekanligini jakarlagan Mehmet Ali Şahin mundaq dedi. Bütün millat vakillari qarindoshlarimizning birlikka kelishi ve imzolashi bilan Türkiye Cumhur Raisi nomzodimizni tanladik. Türkiye Cumhuriyetining 12. Cumhur Raisi nomzodimiz, bosh raisimiz, bosh ministrimiz İstanbul milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'dır. Nomzodimizning xayrlik bo'lishini tilayman. Tüm milletvekili arkadaşlarımızın ittifakıyla, imzalarıyla Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Aziz milletimizin takdirlerine sunmaya karar verdik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkanımız, Başbakanımız, İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan. Adayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining Türkiye Cumhur Raisi nomzodi bo'lib ko'rsatilgan bosh ministr Recep Tayyip Erdo'g'an 22 yoshida Milliy Salomat Partiyasining Bayo'g'li yoshlar bo'limining raisi bo'lishi bilan siyosiy hayotini boshladi. Keyin partiyada turli vazifalarni o'tadi va İstanbul Büyük shaharlik hukumat raisi bo'ldi va 2003 yildan 2014 yilgacha izchil Türkiye bosh ministrligida xizmatini davom qilib kelmoqda. To'liq o'rta va universitetdagi yillarda Milliy Türk o'quvchilar birligi o'quvchilar bo'limlarida aktiv xizmat qilgan Recep Tayyip Erdo'g'an 1976 yili 22 yoshida Milliy Salomat Partiyasi Bayo'g'li yoshlar bo'limining raisligiga va shu yili Milliy Salomat Partiyasi İstanbul yoshlar bo'limi raisligiga saylandi. 1980 yilgacha partiyadagi xizmatlarini joriy qildirib kelgan Erdo'g'an Turkiyadagi harbiy inqilob sababli siyosiy partiyalar taqib etilgan 1980 yili 12-sentabr mezgilda maxsus kasblarda bir mezgil mushavirlik va yuqori darajalik mas'ullik vazifasini o'tadi. Rafah partiyasining 1983 yili qurilishi bilan siyosatga qaytib kelgan Erdo'g'an 1984 yili Rafah partiyasi Bayo'g'li rayoni raisi, 1985 yili
Refah Partisi İstanbul şehirlik idare reisi bo'ldi. Refah Partisi tarafından İstanbul Büyük Şehirlik Hükümet Reisligiga namzat bo'lgan Erdoğan 1994 yılı 27 Mart günü elib berilgan yerlik saylamlarda 25,19% ovoz bilan birinchilikni egallab İstanbul Büyük Şehirlik Hükümet Reisi bo'ldi. Erdoğan 1997 yılı 12 dekabrda xalqqa xitob qilib o'qigan Ziyo Gökalpga oid bir she'r sababli sudga tortildi va qamoq jazosiga hukm qilindi. Jazoga tortilganligi sababli İstanbul Büyük Şehirlik Hükümet Reislik vazifasida elib etilgan Erdoğan Pinarhisarda 4 ay turmada yotdi. Pinarhisar turmasidan 99 yılı 24 iyulda qo'yib berilgan Erdoğan siyosiy xizmatlarini davomlashtirib 2001 yılı 14 avgustda Adalet ve Teraqqiyot Partiyasini qurdi ve partiya qurg'uvchilar hay'ati tarafidan Adalet ve Teraqqiyot Partiyasining qurg'uvchi bosh raisligiga saylandi. Erdoğan 2002 yılı 3 noyabrda umumiy saylamda 34,6% ovoz bilan birinchilikka erishgan bo'lsa-mu, ustidagi mahkama qarori sababli nomzod bo'lolmadi. Erdoğan'ning millat vakilligi nomzodligining oldidagi to'salg'uning qonuniy jihatdan tuzish orqali bekor qilinganligidan keyin 2003 yılı 9 martda yangidan saylamlarga qatnashib 22 navbatlik millat vakili bo'ldi va Türkiye Büyük Millet Meclisiga kirdi. Erdoğan 2003 yılı 15 martda qurilgan 59 navbatlik hukumat bilan Abdullah Gül'ning o'rniga bosh ministerlik vazifasiga o'ltirdi. 2007 yılı 22 iyulda elib berilgan umumiy saylamlarda Adalet ve Teraqqiyot Partiyasining 46,6% ovoz elishi bilan 60 navbatlik hukumatini 2012 yılı 12 iyunda elib berilgan umumiy saylamlarda 49,8% ovoz elish bilan 61 navbatlik hukumatini qurgan Erdoğan 3. qatim bosh ministerlik kursida o'ltirdi. Erdoğan Adalet ve Teraqqiyot Partiyasining raisi bo'lib qatnashgan 3 qatimlik umumiy xalq saylamidagi ovoz nisbatini oshirishda har qatim g'alaba qildi. Navbatda Erdoğan Adalet ve Teraqqiyot Partiyasi tarafidan Türkiye'nin 12 navbatlik Cumhur raisi nomzodiga ko'rsatildi. Nomzodlikka ko'rsatilgandan keyin kursiga chiqib so'z qilgan Erdo'g'an qattiq hayajonli so'z qildi. U so'zining beshini Allohga hamd va sanolar aytish bilan boshladi va oxirini sura Fatiha bilan tugatdi. Uning so'zlari dunyoning nurg'un axborotlarida naq maydondan tarqatilgan bo'lib, butun islom dunyosidagi xalqlar uning so'zlaridan cho'nqur ta'sirlandi va ilhom oldi. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Mülkün sahibi Allah'tır. Zaferin sahibi sadece ve sadece Allah'tır. Bu davayı, bu hareketi, bu mücadeleyi işte bugünlere eriştiren Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Bu davanın bayraktarlığını, sancaktarlığını, hizmetkarlığını yapmış ve ahirete irtihal etmiş her bir kardeşime Rabbim rahmet etsin, onlardan razı olsun. Çıktığımız bu kutlu yolculukta Rabbim ayaklarımızı doğruluk üzere sabit kılsın. Ya Rabbi, sen ki kullarının hareketlerini takdir ettin. Senin iznin olmadıkça hiçbir şey hareket etmez. Bizim hareketlerimizi doğruluk üzere kıl. Ya Rabbi, bizim göğsümüzü genişlet. Hayır işlerimizi kolaylaştır. Ya Rabbi, bugün sana ve senin yarattıklarına, yani halka hizmet için bir güzel yolculuğa hazırlanıyoruz. Bizi kibirden muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi hasetten muhafaza et ya Rabbi. Bizi haksızlıktan, adaletsizlikten, zulümden beri eyle ya Rabbi. Bizi, ailemizi, bütün yol arkadaşlarımızı yolların tuzaklarından koru Allah'ım. Selçuklu Sultan Alparslan gibi
kefenimizi giyerek mücadeleye soyunduk. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi zaferin kılıç ve atlarda değil, Allah katında olduğuna inandık. Hürmetli televizor görgüçler, şunda qilib bu qatimlik haftalik istiqlal xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.